Soat parvalida qarang. Avtobuslar yurar ekan bu yerda. Oho. Parvaldagi tepaga chiqadigan liftlar. Mana shu tonna lift ekan. Uni oralam lift. Liftdan bir xonali uy o'xshaydi ekan. Katta. 50 kilogramga ko'tarar ekan. Mana shu yerda kichkina tirqish bor ekan mana. Shu yerdan manzaralarni ko'rsataman. Bu yer registratsiya xonasi ekan. 11-etajda registratsiya xonasi bor ekan. Shamanda chiqadigan joyni topgan deyman-da. Mana 34-etajgacha chiqsa bo'larmi shu. 34-etajda yuribman, lekin tomga chiqa olmayapman. Mana u pastda bu aynadan ko'rinadiki, Makka Ka'batullori burchagi. Men mana shu eng balandida turibman hozir. Bir yerga chiqdim lekin. Mana mana hozir ko'rinsa kerak. Ka'ba turibdi. Hozir mana aynakka. Anaqa mehmonxonaga chiqdim. Restoran ekan. Hozir ana u ikkicha chiqdim, mana hozir qaytib tushdim. Mana Ka'batulloh. Allohning bayti. Mana Allohimga shukr. Allohim gunohlarimizni mag'firat qil. Xatolarimizni kechir. Allohim. Shu yergacha chiqdik, bundan ham balandlariga o'zing nasib qil. Allohu akbar. Hozir men mana hozir mana shu o'g'il tepada turibdi, Ashtomga chiqdim. Mayerga ham chiqdim. Voliyaniga chiqdim-da, esimda bor. O, tomiga chiqdim, hali restoran ashirdi.